Selamlar kızlar, sizlarning qo'zg'algan necha oylik yoki necha haftalik bo'ldi? Cho'qim inkas rayonini qoldirib qo'ygandan keyin bugun men sizlar uchun kelgan eng yangi holatda chiqadigan yozuv forumizni ko'rib yiqinglar. Cho'qim sizlar yoqtirdiganlar chiqadi. Ucham kiygan yozuv forum bo'lsa, yoqsim yo'q holat bo'yicha chiqadi. Qizlar rangi 2 xil rang bo'yicha chiqadi. Ig'irlik 50 kilodan tortib 90 kilogacha xonim qizlar keladigan nomerlardan bor, nomer 4 nomer bo'yicha chiqadi. Rangim shunchalik chiroyli holatda. Yana bir rangni men sizlarga hozir sinab beray. Mana yana bir xil rangi qizlar maram shunchalik chiroyli ekanmi? Mayli amaldor vaqtimiz bo'lsin yoki imtiyoz jarayonida bo'lsin kiyalaymiz. Endi ishdan keyin yon tarafdan cho'q qizlar cho'ng kichiklikni tanishlaysizlarmi? Meni hozir kiyganim L nomerligi. Masalma do'lis taraf taraf kelib qopdi, cho'ng nomerlari bor. Go'zal qizlar manusqinbek chiroyli holat chiqadi ekanmi? Mayli rang jihatdan bo'lsin, nusxa jihatdan bo'lsin, shunchalik rohat holat chiqadi ekan. Yotgan vaqtinglardan qat'iy bearam bo'lmaysizlar. Qizlar bu nomer o'xshasham 4 nomer bo'yicha chiqadi. Ig'irlik 50 kilodan tortib 90 kilogacha qizlarning eng oldin tanlashinglar bo'lalaydi. Qizlar mabek umarkan qaranlar miyalarimda ko'ynak nusxalarda chiqadigan o'xshashlam imtiyoz jarayonidan kiyalaymiz. Rangi bo'lish 2 xil rang bo'yicha chiqadi. 50 kilodan tortib 95 kilogacha xonim qizlarga keladigan nomer bor. 100-chim kiyalaymiz, shunchalik rohat yumshoq chiqadi juma qizlar. Yana bir rangni men sizlarga hozir sinab beray. Qizlar marambek suzuk chiroyli chiqadi juma, mayin bir xil rangi. Raqchatdan, supatchatdan o'xshashlam holatda chiqadi. Bizlar qizlar biz faqat yozufuning faqat birla markanidan tutib kelyapmiz. Malni elib hozirga qadar rozi bo'lmagan xaridorlarim yo'q. Hammasi shunchalik rozi bo'lib, keyin zakazlarni tushiryapti. Shu menda yangiliklar anjiq. Qizlar mamu bek chiroyli nusxa ekanmi? Meniki o'xshabroq ketadigan 2 xil nusxa, 2 xil nusxadan olgandim. Nomer o'xshasham L nomerdan tortib 3 xlgacha chiqadi. Qizlar 90 kilogacha qizlar bemalol zakaz qilsanlar bo'ldi. Amaldor vaqtimizdimi, imtiyoz mazgilimizdim xatirjam kiyalaymiz. Qizlar bu ham bo'ljirgan bilan men bo'ljirganning rangi azroq o'xshamaydi. Matxidimi julali holatda chiqib kelishkilik chiroyli rang. Ishtinning rangimi o'xshamaydi. Ba'zan qizlar bu yon tarafidan yoqtirmayotgansizlar kostyum nusxining kichi. Yotgan vaqtda bearam qilib damdi deb. Mana shunchalik yumshoq holatda chiqadi. Qizlar yotgan vaqtda bearam qilmaydi. Shun xatirjam zakaz qilsanlar bo'ldi. Qizlar mabek umaq chiqadi ekanmi? Oqqarni yoqtiradigan qizlar mish nusxini ko'rib baqsanlar bo'ldi. Ishtinning o'xshasham cho'ng kichiklikni tanishalaymiz, imtiyoz mazgilimizdan kiyalaymiz. Ig'irlik 50 kilodan tortib 95 kilogacha xonim qizlarimiz keladigan nomerlardan mallaba. Go'zal qizlar, makipinek nusxambek chiroyli holatda chiqadi juma. Rangi faqat bir rang bo'yicha chiqadi, shunchalik rohat. Ma bug'miqi bayirmi bek bug'ib etmaydi. Qizlar shunchalik rohat umaq holatda chiqadi. Keyin nusxam tuzlanma bu yon taraf muqaddi bearam qilmaydi. 50 kilodan tortib 90 kilogacha xonim qizlar keladigan nomerlardan bor. Go'zal qizlar, manusxambek rohat holatda chiqadi juma. 100-chim xatirjam kiyalaysizlar. Manusxiniki 3 xil rangdan mol keldi. Qizlar 3li rang sizlarga hozir sinab beraymi? Qizlar mana ikkinchi xil rangi marangi men tan chiroyli holatda chiqadi juma. Umaq yanchuqlarmi bor. Faqat badanimizning taltib etmaydi. Chiqqan terimizni o'zga shumirib olaydi. Shunchalik rohat holatda chiqadi. Mana qizlar eng oxirgi rangimizni intayin suzuk holatda chiqardi. O'zimbek pakiz rang emasmi qizlar? Qaysi rangni yoqtirgan bo'lsanglar, cho'qim inkas rayonini qoldirib qo'yish unutmanglar. Agar ehtiyojinglar bo'lib qolsa, bir taloq suzurkonlarni berib o'tib, meni kontrol qilib olgandan keyin ayrim qanday meni izlanglar bo'ldi qizlar. Davomli sizlarga eng ehtiyojli bo'lgan yangiliklarni ham bahrlab turmay, bir tal suzurkonlarni berib o'tib, meni kontrol qilinglar. Bu daq yangiliklarga kirishlik xayr xo'sh.